Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bo'lajak obunachilari. Bugun biz sizlar bilan o'zim haqimda qisqacha tanishib o'tamiz va bundan keyin front-end kursimiz bo'yicha kirish darsini boshlaymiz. O'zim haqimga keladigan bo'lsa, yoshim 19 da full stack kursini bitirganman. Hozirgi kunda Elite Learning kompleksida front-end va kompyuter soatxonligi bo'yicha dars berib kelmoqdaman. IT sohasida 5 yildan ortiq tajribaga egaman. Dasturlashda 3,5 yildan ortiq. O'zim shaxsan Kodya xalqaro dasturlash maktabida o'qiganman, 1 yil full stack kursida. Bundan tashqari internetda onlayn kurslar, Skillbox Photoshop, Skillbox Frontend kursi, Stepik onlayn ta'lim platformasida Python, Frontend, HTML, CSS, JavaScript va shunga o'xshash dasturlash bo'yicha hamda grafik dizayn bo'yicha bilimlarni olganman. Shundan kelib chiqib, hozirgi kunda o'zimni shaxsiy video darslarimni tayyorlashga qaror qildim. Sababi o'zbek tilida dasturlash bo'yicha sifatli video kontent, video darslar kamligi sababli o'zbek tilidagi video kontentlarni boyitmoqchiman. O'zimni o'rgangan narsalarim bilan boshqalarga bo'lishmoqchiman. Shu sababdan bugungi darsimiz kirish ekan. Kirish qismida bugun biz matn muharrirlari yoki ingliz tilida code editors ana shularni ko'rib chiqamiz. Biz keng tarqalgan Sublime Text hamda VS Code'ni ko'rib chiqamiz bugungi darsimizda. Qaysi birini kamchiliklari ko'p, qaysi birida yaxshi tomonlari, qaysi biri yengil ishlaydi, qaysi biri og'irroq. Hop, bo'lmasa boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Hop. Biz birinchi bo'lib kompyuterda doimgidek brauzerga kirib olamiz. Men shaxsan Yandexda ishlashni ma'qul ko'raman, sababi juda ham ko'p imkoniyatlarga ega. Google Chrome'ga qaraganda ishlash nimasi почти bir xil, lekin Yandexda misol uchun tarjima qidiruvga berganimizda birorta ma'lumot kerak bo'lsa, bizga yangilarini yuqorida chiqaradi. Yangilar yuqorida, misol uchun Google bu imkoniyatga ega emas. Sababi Google'da aralash chiqarib beradi. Shu tomonlama Yandexda ustunroq deb o'ylayman. Hop, birinchi biz Sublime Text yuklab olamiz. Sublime Text o'zi yozmashimizdan mana chiqarib beryapti Sublime Text. Sublime Textimiz sublimetext.com saytida. Bizga hop Sublime Text Tour'i kerak, so'nggi versiyasi. Mana pastga kirsa Sublime Text Tour, New Sublime HQ deb yozib bergan. Mana shunga kiramiz. Hop, biz bu yerdan Sublime Text downloadga bosamiz. Bosdik. Bu yerdan o'zimizning operatsion tizimimizni tanlaymiz. Misol uchun keng tarqalgan operatsion tizimlar macOS, Windows, Linux repos. Endi bu yerda Linuxda distributivlari ko'pligi sababli direct downloadsga bossa, boshqa distributivlarga yuklab olishimiz mumkin. Endi bu yerda Windows tiki bor hamda bu yerda portable version yozuvi bor. Portable version nimaga kerak va nima qilib beradi? Portable dasturlar bu bizning kompyuterimizga yuklanadi, lekin o'sha dasturni biz o'rnatmasdan ishlatishimiz mumkin. Misol uchun siz kod yozmoqdasiz, papkalar ochgansiz, kodlaringiz yozilgan, loyihalar qilgansiz. Endi siz boshqa kompyuterda o'sha loyihalaringizni ko'chirmoqchi bo'lsangiz, Sublime Textni alohida o'rnatib o'tirmasdan, Sublime Text bilan o'sha papkangizni shuni ko'chirsangiz bo'ladi. Misol uchun oddiy kompyuterda ilovani nusxalab yoki ildizi bilan ko'chiraman desangiz, buni iloji yo'q. Buni o'rniga sizda yorliqda o'zi ko'chirib o'tadi. Nechadir kilobayt hajmda bo'ladi. Unda siz dasturni ishlatamiz. Portable dasturlarda bo'lsa, mana shu imkoniyat bor. Bemalol dasturni tomir papkasi bilan ko'chirib olib, bemalol dasturni tomir papkasi bilan ko'chirib olib, boshqa kompyuterda bemalol ishlatib ketishimiz mumkin. Ortiqcha o'rnatish yoki ovurgarchiliklar bo'lmaydi. Bo'lmasa boshladik. Windowsni bosamiz. Sahifaga o'tadi, yuklash boshlanadi.
hozir yuklash bizda boshlandi. Mana dasturimiz yuklandi. Ana endi biz Sublime Text'ni ochib olamiz o'rnatish uchun. Hop, bizdan joy so'raydi. Men C papkaga, C diskimizga o'rnatyapman. Doimgidek o'zini default papkasi doimiy papkaga tushadi. Program files ichida Sublime Text degan papka hosil qiladi hamda o'rnatadi. Next bosib, bitta add explorer context menu deyapti. Bu degani, misol uchun birorta nima ochmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda Sublime Text'ni ochsinmi degan sizga ishora berib turadi. Next qilamiz. Next. Ana dasturimiz o'rnatildi. Ana endi bizga ikkinchisi VS-Code dasturimiz kerak. VS-Code desa o'zi birinchida chiqib keladi. Galochkasi bor, official sayt. Bunda ham xuddi bir xil. Bunda misol uchun macOSga bor, Windows 64, Linux 64 razryad 64 bitli. Hop, bizga Windows 2 kerak. Mana bu yerda o'ziga bossak ham bo'ladi, bu yerda bunga bossak ham. Mana ikki bosamiz. Bu yerda ham hozir yuklash boshlanadi. Sahifa yuklanmoqda. Mana dasturimiz уже yuklab bo'ldi. Dasturni ochamiz, upgrade qilib. Ruxsat so'raydi. Bitta "Я принимаю" qilamiz. Qonun-qoidalarga roziligimizni bildiramiz. Buni o'qib chiqishimiz mumkin. Men bu yerda ilovani ishlash qonun-qoidalari berilgan, o'qib chiqmayman. Sababi men bu qonun-qoidani oldin o'qib chiqib bo'lganman, shu sababli buni o'tkazib yuboramiz. Dalida bosamiz, o'rnatish joyini ko'rsatadi, default o'zini oddiy holatga joylashuvi. Dali VS-Code nomi, programma Pusk menyusida mana shu nom ostida ilovani yorlig'ini chiqaradi. Dali bu yerda 3 ta galochka qo'yamiz. Ish stolida значогini yaratish. Bu yerda ilovani открыть с помощью код. Bundan oldin ham aytdim, Sublime'da ochsinmi degan nimani endi VS-Code'ga qo'shib qo'yadi. Bu yerda ham shunisiga ham qo'yib qo'yamiz. Bu ikkitasi bizga juda kerakli. Dali qilamiz, установить. Ana bu yerda запустить avtomatik завершить bossa ilovani ishga tushiradi. Hop, birinchi bo'lib biz Sublime'dan boshlaymiz. O'shanga men galochkani olib turibman. Hop, o'rnatib bo'ldi. Закрыть qilamiz. Hop, bizga рабочий stolga chiqarib olamiz. Bu ikkitani mana VS-Code o'zi chiqib o'tdi. Hop, Sublime'dan boshlaymiz. Sublime Text bu meni shaxsan o'zim birinchi dastur veb-saytlarimni Sublime Text'da yozishni o'rganganman. Sublime Text juda oddiy, yengil ilova bo'lib, даже 1 GB operativkali eng kuchsiz notebook kompyuterlar ham ko'taradi. Bundan tashqari Sublime Text dizayni juda ham sodda. Misol uchun papkani drop qilib ochish imkoniyati bor. Misol uchun mana Ctrl+N bilan yangi oyna ochish mumkin. Rабочий stolda hozir papka ochamiz. Noy papka. Misol uchun mana shuni biz Sublime'da ochmoqchi bo'lsak, drop qilib yerda ochishimiz mumkin. Bo'lmasa, papkani olib tashlash uchun remove folder from project qilamiz. Endi buni ikkinchi yo'li bor. Bu yerdan open folder qilib turib, rабочий stolimizdan papkani tanlashimiz mumkin. Endi bunda qadam juda ko'payib ketadi, ham vaqtimiz ko'proq ketib qoladi. Endi fayl bo'limiga kelsak, yangi fayl ochish, yangi bundan oldin yozilgan kod faylimiz bo'lsa, o'sha ochishimiz mumkin. Papka bo'lsa, papka ochishimiz mumkin. Oxirgi ochilgan papkalar bu yerda papkalarimiz sekin loyiha kod yozganimizda ko'payib boradi. Bu yerda tezkor ochish uchun reopen with encoding, bu yerda kodirovkalar bilan ochish, saqlash. Kodirovka bilan saqlash, kodirovkasini tanlab turib save as qaysidir joyiga
saqlash, barchasini saqlash, printerga uzatish, yangi oynada ochish, oynani yopish, faylni yopish, barcha fayllarni yopish hamda chiqib ketish ilovadan. Endi edit qismida bizga doimgidek qanoq tugmalar berilgan. Asosiysi qirqib olish, nusxalash, HTML ko'rinishida nusxalash, Ctrl V faylimizni yoki birorta kodimizni qo'yish, paste and indent qo'yish va belgilash. Line chiziqlar, kommentariya, tekst, taglar, markirovka, kod folding, bu yerda darajalari bor. Convert case. Bu case'larda bosh harfini katta, kichkinada, camel case, upper camel case, lower camel case mana shunaqalarga o'tkazib beradi. Wrap paragraflar bo'yicha show compilations, sort liners, case sensitive, permute liners, permute sections. Bularni keyinchalik keyingi darslarda ko'rib ketamiz. Asosiy bo'limlarni ko'rib chiqdik. Xo'p, ana endi biz VS-Code'ga o'tamiz. VS-Code'ni birinchi biz ochganimizda doimgidek bu yerda bizdan mana bunaqangi mavzularda tanlashni taklif qiladi. Men doimgidek o'zini holatida qoldiraman. Hop, sinxronizatsiya boshqa qurilmalar bilan. Bunda biz akkauntimizni ulagan bo'lishimiz kerak. Undan keyin qisqa shortcutlar F1 ni bosganimizda tepada chiqib keladi. Hop, bizga bu hozir shart emas. Bu yerda support deyapti. Har xil turdagi dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlash. Open up your code. Hop, bizga mana bu qismda bizni kodimizni ochib beradi. Kod fayllarimizni. Misol uchun bu yerda my app degan papka, uni ichida app.tsx hamda app.css kodlarimiz yoki fayllarimiz bor. Buni hammasini tezda nima qilish uchun markdownni bosamiz. Bu yerda bizga mana bu quyidagi oyna ochiladi. New file, yangi fayl yaratish, open file, yangi papka ochish yoki qayda papkani ochish. Bu yerda GitHub Copilot'ga ulash bu pulli xizmat bo'lib, oyiga $10 sizdan pul talab qiladi. Bu yerda har xil kurslar yana boshiga qaytaradi. Welcome page'ga. Boost your productive. Sizning ish samaradorligingizni oshirish, bu yerda yana ko'plab boshqa nimalar. Hop, biz welcome page'da yopamiz. Bu yerda ham почти o'sha ko'rinishda keladi, faqat bu yerda save, auto save, avtomatik saqlash buni yoqib qo'ysa bizga juda ham foydasi katta. Misol uchun har kod yozganimizda Ctrl S o'rniga shunchaki biz Ctrl S ni bosmasdan kodimizni yozib ketaveramiz. Har bir kod yozganimizda o'zi saqlab boraveradi. Bu yerda close window, preferences, profiles, keyboard, extensions kelsa har xil nimalarni o'rnatishimiz mumkin, bizga yordam beradigan kengaytmalar. Misol uchun men ruschani o'rnataman. Russian language for Visual Studio Code. Installing the Boston, installing, download, change language, restart. Mana restart bo'lib ruschaga o'tdi. Kim ruschada ishlash ma'qul kelsa, bemalol ruschа paketini o'rnatib olish mumkin. Mana bu quyidagi bo'limga o'tamiz. Misol uchun ingliz tili kerak bo'lsa, English language. English language desa chiqib keladi. Bemalol ma'shatdan o'rnatishimiz mumkin. Bu yerda juda ham ko'p foydali bo'limlari bor. Hozircha bizda shular. Bu yerda papka ochish bir xil. Misol uchun papka ochmoqchimizmi? Hop,
biz buni x deb turamiz. Bunday qilamiz. Buni bunday drop qilib ochsak bo'ladi, yangi oynada ochadi. Bu yerda VS Code avtorlariga ishonasizmi deydi. Bu yerga agar galishka qo'yib qo'ysak, keyingi sabab buni bizdan so'rab o'tirmaydi. Men galishka qo'yib qo'yaman, sababi bu doim so'raversa odamni g'ashiga tegishi mumkin yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men galishka qo'yib, доверяй avtorimni bosamiz. Bo'ldi. Endi bu yerdan fayl ochishimiz, misol uchun veb-sayt yozganimizda HTML faylimiz doim indeks nomi ostida bo'ladi. index.html. Ya'ni ochdik, saqladik, birinchi faylimizni ochishni o'rgandik. Endi misol uchun men boshqa fayl ochmoqchiman. Faylni ochmoqchi bo'lsam, bu yerda открыть papka qilib turib, ana papkamizni ochishimiz mumkin boshqatda. Shunday qilsak bo'ladi. Bugungi darsimiz shu edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.